2024-yilda ishlab chiqarilgan Damas avtomobilni ko'rsataman. 2024 26 probeg degan. Kraskalari top-toza ekan. Stok holatda mashina, zavodskiy o'zini 12 ballonlarda. Metan gazlarigacha yo'q, faqat benzinda harakatlangan. Mashina stok holatda. Xo'p, polik qo'yilgan, bar qo'yilgan. Bo'ldi. Kerak narsalar, shu narsalarni qilib qo'yishgan. 26000 kilometr yurgan. Hamma yo'q zo'r holatda, orqada sinlargacha turibdi, kalpaklarigacha turibdi. Olib haydashga tayyor. 2-3 oylik geni ham bor, bemalol gaplashib bosib yuraveradi. Holati zo'r mashinani olib haydashga tayyor. Stok holatda, faqat benzinda harakatlangan. Xo'p, bitta dona mana shu joylargina tegizib olishgan joyligi bor ekan mana. Xolasanglar petno, xolasanglar chiqarib nom qilib tegizib qo'yishinglar ham yuraveradigan holatda. Bu mashinani olib mazza qilib haydashingiz uchun bor yo'g'i 6300 ga beraveramiz, yuqoringlar bosib olinglar.